Siz yoqtirgan ziloniy chay kir yuvish vositasi endi yangi tarovat bilan siz uchun maxsus. Darakchi nigohida bizning obyektiv. 50 ta savolingizga 50 ta javobi. Darakchini o'qishga hamisha vaqt topaman. Hammamizniki. Men sizga-chi hayotimda umuman omad kulib boqmasligini aytib bermoqchiman. Allo Sardor, javob bering. Allo Sardor. O'sha insoniylik g'ururing shartnomaga qo'l qo'yganingda qayerda edi? Kimniki? O'zing top. Umuman chalkashib ketdi hammasi. Ko'zingga qarab yursang o'lasanmi? Menda chegara yo'q. Mana senga. Siz adashyapsiz! Siz yoqtirgan ziloniy chay kir yuvish vositasi endi yangi tarovat bilan siz uchun maxsus. Ko'p sonli teletomoshabinlarning talab va istaklariga binoan NTT kanali namoyish etadi. Sevimli kanalingiz orqali allaqachon muxlislarimizga qadrdon bo'lib ulgurgan Elvin va burunduqlarning sarguzashtlari davom etadi. Elvin, Simon va Theodor hamda ularning do'stlari Brittany, Janet va Eleonoralar Dave boshchiligida dengiz sayohatiga yo'l oldilar. Ularning ilk sayohati bo'lgani uchun bo'lsa kerak, burunduqlar yana o'zlarini ko'rsata boshladilar. Ammo bu ularga qanchalik qimmatga tushishi xayollariga ham kelmagan bo'lsa kerak. Shunday qilib, Elvin va uning do'stlari endi kimsasiz orolda. Qiziq, bu orolda ularni qanday sarguzashtlar kutayotgan ekan? Bilishni istaysizmi? Unda aslo o'tkazib yubormang. Elvin va burunduqlar 3 NTT oilaviy kanalingizda. NTT'da milliy premyera. Vatan muqaddasdir. Uning mudofaasi uchun kurashmoq esa har birimiz uchun yuksak sharafdir. Jasur, yurt tinchligi va ozodligi himoyasi uchun kurashni muqaddas burchi deb bildi. Bu bizning ishimiz, Jo'roy aka. Yurt tinchligiga rahna solgan yovuz kuchlar avtobusni garovga olgan. Jasur esa avtobus ortidan bormoqda. Men o'sha avtobusga yetib olishim kerak. Nima bo'lmasin, uni to'tashga urinib ko'raman. U avtobusga chiqishga muvaffaq bo'ldi, lekin yo'lovchilarni qutqarishga erisha olarmikan? O'tkazib yubormang. Vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan milliy premyera. Jasur 13-yanvar soat 21:30 da NTT oilaviy kanalida.